Assalomu alaykum. O'tgan video saboqlig'imizda bizlar Wikipediadan registratsiyadan o'tuvdi o'rgatgan edik. Bugungi video saboqlig'imizda Wikipedianing interfeysi bilan tanishtirib o'tuvga harakat etamiz. Hozir siz ko'rib turgan bet Qaralpaqsha Wikipedianing bas beti. Joybarga жаңадан qo'shilgan foydalanuvchilar uchun bu ko'rinish sal tushunarsiz bo'lishi mumkin. So'nliqdan bu video saboqligi orqali sizlarga uni tushuntirib berishga harakat etamiz. Betning shep jo'xarg'i muyishinde Qaralpaqsha Wikipedianing emblemasi joylashgan. Siz Wikipedianing qalagan betinde bo'lib turib, o'sha emblemaga bassangiz, o'sha bas betga qaytib kelasiz. Uning to'menindagi bo'lak kapital panel deb aytiladi. Kapital panelni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda to'sinlarli maqola siltamasi, ugan bosib orqali siz qalagan bir betni ochasiz. Maqolalar indeksi siltamasi orqali sizga maqolalarning basındagi harflari bo'yicha kesti ochiladi. Oxirgi o'zgarishlar siltamasi orqali siz Qaralpaqsha Wikipedia joybarida o'rinlangan eng so'nggi o'zgarishlar betini o'tasiz. Hamma betlar siltamasi orqali sizga Qaralpaqsha Wikipediada bar bo'lgan barliq betlarning tizimi ochiladi. Kategoriyalar siltamasi sizni Qaralpaqsha Wikipediada bar bo'lgan kategoriyalarga olib o'tadi. Kategoriyalar haqida bas betda yana boshqa ma'lumot bor. Tikarg'i maydonning to'mengi bo'lagida eng tikarg'i kategoriyalar tizimi ko'rsatilgan. Kapital panelga qaytamiz. Qoidalar bo'limida siz Qaralpaqsha Wikipedia ham ulama Wikipediada qalay ish yurituv bo'yicha qoidalar bilan tanishishingiz mumkin. Jardam siltamasi sizlarni Wikipediada olib boruv bo'yicha jardam betlarini olib o'tadi. Forum siltamasi orqali siz Qaralpaqsha Wikipedianing forumuna o'tasiz. U yerda o'zingizning usunuslaringizni bildirib o'tishingiz mumkin. Siltalgan betlar orqali siz o'sha ochiq turgan betga siltama berilgan betlarni ko'rasiz. Balansli o'zgarishlar degani o'sha ochiq turgan betdan qaysi betlarga siltama berilsa, sol betlarni ochib beradi. Fayl yuklash siltamasi orqali siz wiki qo'ymaga fayl yuklayingizga bo'ladi. Arnavli betlar buyrug'i orqali Wikipedianing o'zining arnavli betlari bor, siz so'larga o'tasiz. Qolgan siltamalar bilan o'zlaringiz aslan tanishib berasiz. Bu yerda eng kerakli narsalar mana yerda boshqa joybarlarda degani Wikipediaga qanalas joybarlar bor. Wiki qo'yma, misol fayllar saqlash uchun, fayllar yuklash uchun MediaWiki, bu Wikipediani boshqaruv konstruktori. MetaWiki bor, misol Qaralpaqsha Wikipediada bo'lgan saylov jumlaqlari MetaWikiga jiberilib, global administratorlar tomonidan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Bundan boshqa ahamiyatli bo'likchalarning biri bu boshqa tillarda bo'likchasi. Bunda siz ochiq turgan betning boshqa tilda yozilgan versiyasini o'tishingizga bo'ladi. Endi kapital panel bilan tanishib bo'ldik. Betning jo'xarg'i o'ng bo'lagida foydalanuvchi paneli bor. Foydalanuvchi paneli foydalanuvchining jeki beti, foydalanuvchiga kelgan xabarlar, ma'lumotlar, foydalanuvchining talqilov beti, foydalanuvchining qaralama beti, foydalanuvchining sozlovlari, yuklanish mumkinchiliklari, baqlov tizimi ham qo'shgan ulesi, ham shivu buyruqlaridan iborat. Foydalanuvchi panelidagi siltamalardan yangi foydalanuvchilar uchun eng ahamiyatlisi qaralama beti bo'lib topiladi. Sababi qaralama betida yangi foydalanuvchilar o'zlarining o'rganmoqchi bo'lgan narsalarni izlab ko'rishi mumkin. Tikarg'i maydonchada saylandi maqola, жаңалыклар, Wikipedia haqida bilasizmi, ham boshqa bo'limchilar ko'rsatilgan. Tikarg'i maydonning jo'xarg'i bo'lagida tablar bor. Misoli talqilov degan tab betning talqilovini bildiradi. Agar siz betda xatarlar topsangiz, talqilov betni yozib ketsangiz bo'ladi. Redaktorlov tabi o'sha betda redaktorlov maydonini sizga olib o'tadi. Tarixini ko'ruv tabi orqali siz shu betga kirgizilgan o'zgarishlar tarixi bilan tanishasiz. Yana tabi orqali qo'shimcha buyruqlar ochiladi. O'shiruv, qo'rg'ovni o'zgartirish siyaqli. Bu foydalanuvchining darajasiga qarab har xil bo'lishi. Misol uchun, API foydalanuvchilarga o'shiruv imkoniyati usulmagan. Bu tablarning jumlaqlangan yerinde izlov maydonchasi bor. Жаңа foydalanuvchilar uchun bu juda kerakli maydoncha hisoblanadi. Sababi Wikipediada жаңа maqola yaratish uchun
алдын оны іздеу майданчасына жазып, Википедияда бар жоқлығын тексеріп алу керек. Мысалы үшін, пайдаланушы Шымбай хақында мақала жазбақшы, бірақ алдын ала Википедияда бұл мақала бар ма тексеріп алуымыз керек. Соның үшін іздеу майданына Шымбай деп жазамыз. Көріп тұрғаныңыздай, Шымбай районы, Шымбай Авазы газетасы һәм Шымбай хақында мақалалар әлдеқашан бар. Демек, ол мақаланы жарата алмаймыз. Егер қаласақ, оны толықтыруымыз, байытуымыз мүмкін. Пайдаланушы Бозатау хақында мақала жазбақшы. Бозатау хақында мақала жазылмаған, бізге оны ашып бере алмады. Һәм бұл викиде Бозатау бетін жаратыңыз деп бізге сол бетті жаратуды ұсыныс етті. Бет жарату хақында басқа видео сабақтықта түсіндіріп өтеміз. Әзірше, хош, сау саламат болыңыз.